Assalomu alaykum hammaga. Bugun dars temamizni 21-elementga kelibmiz. Ya'ni Skandi haqida gaplashamiz. Skandi, Skandinaviya yarim oroli sharafiga qo'yilgan atom raqami 21 bo'lgan kimyoviy elementdir. Skandida kimyoviy belgisi Sk, lotincha nomi skandinum bilan ifodalaniladi. 1879-yili Shved olimi Lars Nilsson tomonidan kashf etilgan. Xarakteristikasiga keladigan bo'lsak, atom raqami 21, atom massasi 45, normal sharoitda skandi qattiq, rangi oq kumush, klassifikatsiyasi metal, elektromanfiyligi 1.3, qaynash temperaturasi 3103 Kelvin yoki 2830 Selsiyda bo'ladi. Erish temperaturasiga keladigan bo'lsak, 1814 Kelvin yoki 1541 Selsiyda bo'ladi. Zichligi 2.985 gram taqsim santimetr kubni tashkil etadi. Endi skandida kristal panjarasi mana shunday tuzilgan bo'ladi. Endi bu yoqqa o'tadigan bo'lsak, skandida kimyoviy belgisi Sk, atom tartib raqami 21, nisbiy elektromanfiyligi 1.3, atom massasi 45, elektron konfiguratsiyasi 3d1 4s2 ni tashkil etadi. Tasviriga o'tadigan bo'lsak, mana shu skandi bo'lagi sofligi 99.5% ni tashkil etadi. Massasi 10 gram. Endi atom tuzilishiga o'tadigan bo'lsak, skandida 21 ta elektrondan tashkil topgan. Mana shu elektronlar atomda harakatlanadi va atom markazida 21 ta protondan tashkil topgan bo'ladi va 24 ta neutrondan tashkil topgan. Bugungi o'rganadigan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Rahmat hammaga.